Musofirlar uchun qilingan duo. Musofirdagi yaqiningizga yuborib qo'ying. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mening yagona bo'lgan Robbim, bizdan ancha olislarda, musofir yurtlarda oilasi uchun tinimsiz mehnat qilayotgan akalarimizni, ukalarimizni, opa-singillarimizni o'zing o'z panohingda asragin. Oilasi uchun qilayotgan xatti-harakatlari va har bir bosgan qadamiga ibodat maqomini bergin. Topgan tutganlariga barokat bergin. Yo'lda yurganda baxtsiz hodisalardan, musibatlardan, har qanday kasalliklardan, omadsizliklardan, ishsizliklardan, pulsizliklardan, yo Robbim, ularni o'zingning panohingda asragin. Qilayotgan duolarini o'zing amalga oshirgin. Oldiga va hayotiga qo'ygan maqsadlariga yetishishiga o'zing yo'l ochib bergin. Yo Robbim, o'sha olis o'lkalarda sog'inch azobini achchiq ta'mini totib yurgan do'st va birodarlarimizga g'aybingdan tugalmas va mukammal baxt ato etgin. Ularni ota-onasining bag'riga, oilasining bag'riga sog' salomat qaytishiga yo Robbim o'zing izn bergin. Amin.